Bilaman-da aka. Nech pul? 3 million 300 mingdan bo'lsa yetkazib beraman. 3 million 3 million 300 mingdan. 8 ta. Tishini to'ldirgan. Tishini to'ldirgan. Bolasini olib yemlayman degan odamga 3 million 800 mingdan beraman aka. Obunachilar xudo xolsa yangi sizlarga yana kelganmiz. Siz aziz obunachilar uchun izlanishda to'xtamaymiz. Faqat like bosib qo'llab-quvvatlab tursangiz, bugun Boburjon ukamiz qo'yib bermasdan xudo xolsa yaxshi narxlarda, chiroyli narxlarda qo'yib beramiz. Bobur aka, assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi-da? Obunachilar kuzatib turganlarga assalomu alaykum. Aka, xudo xolsa kanalingiz yangi emas. O'zimiz ko'pchilik chiqaramiz. Xudo xolasa bugun qo'ldan kelganicha inshaalloh zo'r qo'yib beramiz aka. Kanalingizni kuzatib turamiz, hammalari qo'yib beradi, gap yo'q aka. Xursandmiz aka. Xo'p, bitta manzildan tushuntirib aka, manzilimiz Uchko'prik tumani, Qumariq qishlog'ida. Kelsa lakasani tashab beraman aka. Xudo xolasa bugun 5-6 partiya qo'yib voy, egizlaridan, zo'rlaridan bor aka. Yengil qo'yib beraman aka inshaalloh. Obunachilar poddeschkada bo'lib turinglar. Zo'r. Akalar, kanalimizda mehmon ukamiz, xudo xolasa like bosib do'stlarga maksimal videolarimizni jo'natib qo'yasiz. Birinchi partiyamizga soni Boburjon 5 dona aka. 5 dona ekan, xudo xolasa yirik bo'g'oz qo'ylaman degan akalarga 5 dona bo'g'oz qo'yamiz akalar. Eng asosiysi mana shu qo'yamiz. Tagi to'layapti, naq bo'g'oz qo'yamiz janovorlar. Bobur aka mana, aka, tayyor. Assalomu alaykum. Sop turibdi o'zi. Xudo xolasa bu yog'i hammasini ham yaqin ekan, aka, mana shu qo'yamiz. Hammasini holatiga ko'ring. Xo'p, asosan nechinchi qoringa bo'g'oz aytamiz? 2-3 Bobur aka. 2-3 qoringa bo'g'oz qo'yamiz. Ikkinchi, uchinchi qoringa bo'g'oz. Ha, ukamiz o'zi xaridorlar ham juda ham sirop ekan, xudo xolasa. Zo'r. Akalar, yirik qo'y, baquvvat qo'ydan, eng asosiysi soni ham 5 dona, bitta obunachimiz olib boqadigan qo'y ekan, xudo xolasa. Ikkinchi, uchinchi qoringa bo'g'oz ko'rib turibsiz, yelin tashlayapsiz, qo'lni oslayapti. Endi mana shu qo'ylarimiz ikkita tug'ib bersa nur ustiga nur. Yaxshi bo'ladi, Bobur aka, kilalari ham katta qo'ylarda, hali kichkina ariq-tiriq qo'ymas aka. Xudo xolasa chiroyli qo'yib beraman, bitta obunachingiz olsin, mazaq. Azal baraka tog'dim shu boladan olib desin. Nechta qo'yib bera olamiz birinchi partiyamizga narxini? Nima ish Bobur aka? Nechta qo'yamiz narxini? Bo'lidan qaytib qo'yinglar Bobur aka. Oldi qochdi gap kerak yo'q. Shunday. Hali dangal 6,5 milliondan bo'lsa beraman. 6 million 500 mingdan bo'lsa telefon qilishadi. Mayli o'zlariga sunnatiga o'tib beraman. Dastlabki masalasi-chi? Dastlabkasi. Dastlabkasi vodiy bo'ylab bepul. Qolgan yerga kelishamiz. Kelishilgan holda aka. Xudo xolasa. Akalar mana oldi qochdi gap qilish kerak yo'q. Bobur aka, mana ular olaman ishlari mumkinda telefon qilib. Bular bu 7 millionga ham bo'lmaydi. Bo'lmaydi, to'g'risi obunachilar. Bir joyga bo'ladigan bo'lsa, aka ketaveradi bu joyga. Xudo xolasa. Ha, endi tanlab olsa, endi pilusi bor. Pilusi bor. Agar pilusi bor. Hammasini bu joyga olsa 6,5 million vodiy bo'ylab dastlabkasini chiroyli qilib yetkazib beraman aka. Zo'r. Akalar, lekin yaxshi narx bo'ldi. Jovli bir joyga olaman degan akalarimizga chiroyli narx, xudo xolasa bir joyga oling, maza qilasiz. 6 million 500 ming so'mdan yeri vesiga ham to'g'ri keladigan qo'ylarimiz. Eng asosiysi naqaligi tishini maydalagani yo'q, Yo'q, maydalagani yo'q, bexijolat. Tishini maydalagani yo'q, hammasi yosh. Kanalingizda yangimiz, endi nima arzonda ishlamiki, kanalingizda yangimiz aka. Xudo xolasa inshaalloh haftada 2 marta chiqarib turamiz aka. Xudo xolasa. Akalar, like bosib do'stlarga maksimal jo'natib qo'yaverasiz. Qo'ylarimizning holati yaxshi bo'ladigan qo'ylar ekan akalar. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa keyingi partiyasiga egizak ona bola qo'y so'ragan aka-ukalarimiz uchun eng asosiysi mana bu qo'yimizni bolalari o'ziga yetyapti mana. Bobur aka mana shu. Ha. Mana shu ona ham ko'rsataylik. Jonivordi ko'ring, lekin zo'r ekan. O'shanchi. Xo'p, Boburjon, bu nechinchi bolalar yonidagi? Aka, mana ko'rib qo'yingsiz. Maşallah, qani, ay maşallah. 2 kishi aka, 4 kishi bo'lyapti. Zo'r. Endi ena qochgan aka. Bolalari ham ichida qo'chqar yuribdi. Men bir nima deya olmayman bolalariga. Lekin enasi bo'g'oz. Enasi bo'g'oz. Mana qashqa egizimizniki aka. Ikkovi ham qo'chqor. Ikkovi ham qo'chqor. Mana aka, bu ham egizi. Xo'p, nechinchi bolalari bu? 6 ta tishi. 6 dona. Yonida 3-chi. Yonida 3-chi. Zo'r. Akalar, bu yonida birinchi bolalari, aka ikkinchisiga bo'g'oz, xudo xolasa qo'ylarimiz zo'r qo'y ekan, lekin mana shu qo'y. Bor, egizak qidirib yurgan o'sha egizak qo'yni ko'paytiradigan qo'y qilaman degan obunachiga. Zo'r qo'y ekan. Haqiqatan qo'y qilib olishga zo'r ekan. Va tavsiya qilib ketamiz. Sraz tavsiya qilib ketamiz akalar bu qo'yni. Xo'p, Boburjon, endi bularning narxini nechga qo'yib beramiz? Katta egizchilarni. Bobur aka, kattasini 17 millionga beraman. Kattasini 17 ga. Mashina 17 millionga beraman. Aha, ikkita bolasi. Qo'chqor bolalikda olsa 10 millionga beraman. 10 million ketaveradi. Bir joyda 27 million bo'ladimi? 500 ming ayronga qo'yib beraman aka. O'pishsiga. O'pshi dangal. Zo'r. Akalar, mana bunisini olsangiz addenni 17 million so'mga ketaveradi aka. 17 million so'mga bolalar ham endi qochib qo'ygan bo'lsa yaxshi, lekin onasi naqd bo'g'oz aka yonida. Onasi naqd bo'g'oz. Yonida bola, qornida bola bilan egizakchi. Bo'ladigan chiroyli narx, yosh qo'ylar 17 million so'mga, keyin bunisini o'zini olaman desangiz, ikkita bolasi ham qo'chqor.
yondagi bolasi, 3-bolasi aka 10 million so'mga dastavkasini xudo xolisa qaygacha bo'lyapti Boburjon? Aka vodiy bo'ylab qilib beramiz. Hop. Samarqand, Buxoroga ham kelishilgan holda qilib beraveramiz aka. Yetkazib yo'l kirasiga padishka qilib yuborsa, chiroyli qilib chiqaveramiz aka. albatta. Hurmatli obunachilar, yo'l kirasiga chiroyli qilib padishka qilib yuborsangiz aka, chiroyli qilib yetkazdirib beriladi. Like arzingizdan bitta like mixlab qo'yasiz. Bizdan uzoqlashmasangiz oldinda yana partiyalarimiz. Ular уже bolasi onasiga yetyapti. Onasi ham hazilakam emas. Keyin yana bitta narsani aytaman, siz aziz obunachilardan yengil uzr so'rab qo'yamiz. Bestamiz ozgina torroq. Sababi qurilish qilyapmiz, keyingi safar xudo xolisa Xudo xolasa inshaalloh qurilish ketyapti aka. Ustagalar ham turibdi. Keyingi safarga xudo xolasa joy endi jinday tor. Qalbimiz ochiq aka, bozorimizni bersin. Kelishsa ish bitaveradi. Kelishsa shu aka ters. Zo'r. Eng asosiysi aka mana ikkita ona bola qolmagan degan akularga. Aka, mana. Hop. Maşallah. Zo'r. Buni bolasi Qo'chqor. Aka, buni olay turib, enasini bo'g'ozga sotavering deshdi. Buni bemalol, ha? Bemalol deshdi. Bir oydan o'tgan bo'g'ozliga deshdi. Zo'r. Buni bolasi mana aka. Hop. Mana. Bolasi ham o'zi katta o'p. Bolasi ham o'zi katta Qo'chqor. Endi mana buniki aka. Hop. Bunisidan ko'rsataylik-chi. Buniki 3-chi aka, 3-bola. Yondagi 3-bolasi, lekin bolasi ham aka normal ko'zi ko'rinib qolgan. Chunki onani ham suyak o'ta yirik ekanda aka bu qani. Yirik qo'ylar aka. Jonivorlar. Xudo xolisa bo'ladigan yaxshi qo'ylar ekan olib, baraka topaman degan aka-ukalarga, oshna-og'aynilarga, do'stlarga bemalol olib yo'lamiz, jo'nsiz bo'ladi. Endi narxini qo'yib beradi aka. Narx sizga ma'qul kelsa albatta kommentariyaga kirib Boburjon otanga rahmat degan so'z yozasiz. Bitta like bosib qo'ysangiz, bugun Boburjondan necha pul qo'yib beramiz? Aka 17,5 million. 17,5 million. 17,5 millionga bo'lsa beraman. O'tamizmi? O'taymi aka? 500 ming o'tib beraman. Sirazi. 500 17 millionga bo'lsa yetkazib beraman. 17 million so'm. 17 millionga bo'lsa yetkazib beraman. 17 million so'mga bolalari Qo'chqor, ikkovi ham. Ikkovi ham Qo'chqor aka. Birinchisi mana yondagi bolasi birinchi, bunisiniki xudo xolisa 3-bolasi aka. Yosh qo'ylar keyin mana bu qo'y qochib qolgan xudo xolisa yana yonda, hamda qornida bola aka. Like arsa bosasiz like xudo xolisa qo'llab-qo'tlab qo'yasiz 17 million so'm. Endi shundoq bo'lsa ham Boburjon deydi. Aka. Baba odamda xayr degan narsa bo'ladi. Telefon qilishsa, ishlarni bitirib berasiz, obunachilarimizni. Xudo xolasa inshaalloh bitirib beramiz aka. Zo'r. Qo'limizdan kelganicha aka. Gap yo'q. Akalar xudo xolasa like bosib do'stlarga maksimum jo'natasiz, qo'llab-qo'tlab qo'yasiz. Keyin Boburjon kanalida yangisiz, telefon qilishsa olib, mabodo tugab qolsa ham telefon qilib javob berib, xudo xolasa. Xo'p bo'ladi aka. Chunki akalar bemalol telefon qilib aloqaga chiqib bog'lansiz bo'ladi. Bizdan uzoqlashmang, hali partiyalarimiz bor. Faqat dona-dona qilib sizga tushunarli qilib video syomka qilib berilyapti, xolos. Qo'ylarimizni soni ko'p akalar. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa keyingi partiyamizga akalar to'g'riq o'zi so'ragan aka-ukalarimizga. Endi buni ichida Boburjon qochib qolgani ham, aka qochib qolgani ham bor buni. Ha, ichida. Endi 100 deyalimman, qochgani ham bor. Ichida Qo'chqor yurgan. Qo'chqor yurgan aka buni. Akalar endi bu to'g'rilar bitta tomoni tug'ay deganda yilin qo'zg'aydi, shu 10-15 kunlik qolganda shu tomoniga ahamiyatini berasiz. Xudo xolasa yeb ichishlarni ko'rib turibsiz, jonivorlar kallar. Yaxshi, juda xo'r ekan aka. Faqat o'sha pardozondozga vaqt qilmabdi akalar, chiroyli qilib pardozondozga narxidan o'tib berilaveradi, zo'rlab. Xo'p, Boburjon buni bir premiumda bo'ylarni aytib o'tib ketsak. Aka, o'zingiz aytib ketavering. Ayting sizdan chiqsin bo'ldi. Ha, nima deyman aka? 70 akalar, 70. 70 bo'ldi aka. 70 nari berdi, xudo xolasa olaverasiz bo'ylarni. Mana qo'ylar qani aka. Mana qo'ylar, bu maqtamaymiz. Inshaalloh. Bo'ladi endi. Eng asosiysi narxi bilan maqtanib qo'ying. Narxi bilan maqtanib qo'ying. Dangal ayting aka. 3 million 600 mingdan telefon qilishar sunnatiga o'tib beraman. Dastlabki vodiy bo'ylab. Dastlabki vodiy bo'ylab. Hurmatli obunachilar, 3 million 600 ming so'mdan dastlabkasini vodiy bo'ylab qilib yetkazdirib beriladi akalar. Endi shu o'zimiz taktika, o'zimiz haligi buni 4 million yoki 38 narx aytkizib keyin men qo'lini ushlab silkalanib o'tirmayman aka, bo'ladigan narxini ayting. Siz like bosib gumbillatib turavering. Arzonni ko'rsatib boringlar. 3 million 600 ming so'mdan barra qo'zini narxida bo'ldi. Tanlab olsa-chi Boburjon? Pilusi bor aka. 200 ming pilusi bor. Tanlagan qo'ylaringga akalar piluslari bor. Telefon qilishga shoshilasiz. Bobur aka, uzmay qo'yavering. Aha. Mana ekan. Xo'p. Hurmatli obunachilar, bu yoqni bitta ko'rsatib beraylik. Joyimiz sal Bobur aka. Bu yerda 5 ta sovlig'im bor. Aha. Bitta, ikkita, endi mana ikki qo'chqa chiqaveray. Ha, chiqaring shuni. Akalar aka. Mana 5ovi. Bular bo'g'ozmi Boburjon? Bular bo'g'oz. Hammasi sog'lom, yeb ichishi zo'r. Tishi 6 ta 8 ta. Tishini to'ldirgan. Bolasini olib yemlayman degan odamga 3 million 800 mingdan beraman aka. 3 million 800 mingdan beraman. Hurmatli obunachilar, 3 million 800 ming. 5 dona Bobur aka mana. Zo'r, mana ko'ringchi mana bolalar. Buni tishini ochish kerak yo'q. Aka tushmaydilar aka buni olib tug'dirgandan keyin bo'g'oz endi qochgan. Hammasi bo'g'oz aka. Tug'dirib bolani katta qilib yemga tashlab yuboradigan variantdan. Endi hammasi o'ziga tosh tarozisi bo'ladi akalar.
Albatta sizga bunaqa qo'ylar ham ko'p, buni xaridori ham ko'p qo'ydi. Telefon qilib 800 mingdan 5 dona. Albatta aka. Telefon qiling, aloqaga chiqing, bog'laning akalar. Hurmatli obunachilar, keyingi partiyamizga xudo xolisa qo'chqorchalar ekan, Boburjon bular. Qo'zini narxiga qo'yib beraman aka. 7 dona, 7 dan biri xizir. Bobur aka. Hammasi sog'lom. Bitta aybini aytib qo'yaylik. Mana qo'yimizni oyog'i mundayroq. Ha. Bunday. Yasroq. Kachoy. Lekin ishlaydi, zo'r, ha? Yeb ichishi zo'r. Yeb ichishi zo'r endi. Hammasi qo'chqor aka. Xudo yeb ichib tursa bo'laveradi hammasi. Hammasi sog'lom Bobur aka. Mana qarang yishini. Zo'r, haqiqiy ishtahalari yaxshi bo'ladigan qo'ylar. Endi buni aka go'sht yo'nalishida boqaman degan kukalarga oshno qilib. Boqsin, maza qilib, hammasi qo'chqor. Bironta pishmasi ham yo'q. Xo'p, yoshligiga qanaqa endi bular? Aka bilmayman, 6 oy, 7 oylik qo'zi. 6 oy, 7 oylik. Narxini bilasizmi? Narxini bilaman-da aka. Nech pul? 3 million 300 mingdan bo'lsa yetkazib beraman. 3 million 300 mingdan, Bobur aka. Mana akalar, 3 million 300 ming so'mdan akalar mana olaman degan aka-ukalamizga qo'chqorchalar, xudo xolasa, olib boqaman deb semirtiraman degan aka-ukalarimizga. Ona bo'lasiz, ona bo'lasizmi? Aka bitta ona bola qolib ketibdi-da shu. Aha. Kishi 6 ta Bobur aka. Hop, bolasizmi? Bola sog'liqchi. Sog'liq. 3-bola. 3-bola. Mana aka. Sog'lom qo'y aka. Bola sog'liqcha, xudo xolasa 3-bola. Nech pul ona bola? Aka 5 million 500 mingga bo'lsa yetkazib beraman. Dastlabkasi. Meni bo'ynimga aka. Qaygacha? Vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab qilib. 5 million 500. Unda u yoqqa kelishlar. Kelishiladi aka. Akalar 5,5 million so'mga telefon qilib aloqaga chiqa olasiz. So'nggi partiyaga egizimiz bor. 2 dona. Akalar uzoqlashmay turing, shu 2 dona egizachimiz bor, shuni ham ko'rsataylik, keyin videolarimizni yakunlaymiz. Lekin 3 million 300 ming so'mga qo'chqorchilar yaxshi narx bo'ldi. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa, keyingi partiyamiz, ya'ni so'nggi partiyamizga akalar egizakchi ona bola qo'ylarimiz. Bolalar nima ekan Boburjon? Bobur aka bittasiniki ikkovi ham qo'chqor. Qaysi biriniki ikkovi ham? Mana o'siniki. Ko'rsataylik buni. Ha, Bobur aka ikkita xolos, tishini ko'rsatib beraylik. Ko'rsataylik shuni. Mana. Ha, mashalloh. Zo'r. Bolalari qo'chqor buniki. Buniki ikkovi ham qo'chqor. Hop. Mana Bobur aka. Umuman zo'r katta qilar ekan bolani. Xudo xolasa. Ikkovi ham buniki qo'chqor so'lar. Qo'ylar o'zi ham zo'r ekan. Qo'ylar zo'r. Qo'ylar o'zi ham yaxshi ekan. Akalar xudo xolasa, birinchisiga ikkovi ham qo'chqor, ikkinchisikichi? Qo'chqor so'liq. Qo'chqor so'liq. Ya'ni 3 ta qo'chqor, bitta urg'och so'liq. Bitta so'lig'imiz bor. Juda mehribon ekan aka. Zo'r. Egizchi qo'y olaman, ko'paytiraman degan akalar kelgan akalar uni qo'yni yelinlarga metib olib bering. Qo'y endi mashinchi sutga qo'yni katta qiladi. Bobur aka, mana uni bolasi 1,5 sutkalik bo'ldi. Aha. Mana uniki. Buniki 1 haftalik bo'lib qoldi. Kindiga ham hali tushmabdi. Hali tushgan yo'q, yangi ana shu. Ikkovi qo'chqor. Zo'r. Endi Boburjon buni hamma gapi narxida. Narxida. To'g'risida. Men aka bo'lidoq aytib qo'yaman. 12 million so'mdan bo'lsa beraman. 12 million. 12 million so'mga bo'lsa beraman. Dastlabkasi 24 million. Vodiy bo'ylab bepul. Qolganiga kelishamiz aka. Akalar vodiy bo'ylab bepul 12 million so'mdan mana telefon qilib aloqaga chiqa olasiz. 3 ta qo'chqor bolasi va bitta urg'ochisi. Akalar, onalari ham hali yosh, uzoq yil bolasini oiladigan, egizchini ko'paytiraman degan do'stlarga, oshna-og'inlarga tavsiya qilamiz bu qo'ylarimiz. Eng asosiysi 12 milliondan narxi ham chiroyli bo'ldi, ochiqcha aytish kerak. Yaxshi narx bo'ldi. Xudo xolisa olib, qo'y qilib ko'paytira olaman degan aka-ukalarimizni tavsiya qilamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling aka. Xudo xolisa keyingi videoda ko'rishguncha omon bo'lasizlar akalar. Hech qachon kasal bo'lmang.